Bir haftadan beri o'zimga kuch topolmayapman, o'zimga qaramayapman. Ozgincha yuraman va yana uxlayman. Bobur aka motivatsiyalarni berib zalga ketdilar. Shetda o'zimdan uyalib, erimga bir haftadan beri hech nima qilib bermayapman. Nuqul ular qiladilar-da. O'zimga kelishni boshladim. Tez kiyinib, uyimdagi bor musorni tashab magazinga ketdim. Kirib tez narsalarni olib uyga keldim. Men uchun shu zelin yengil paketchadan hammasini chiqarib, bodrinchalarni rozachka qilishga o'tib ketdim. Yana qanaqa qilsa bo'ladi, kommentariyada yozib ketinglar. Xullas, fruktova assorti, ana bolani yaxshi ko'rgan jo'xorilari, erjonim podarka qilgan dasturxonlarni ochib, estetika beradigan narsalarni qo'yib, birin-ketin stolimizni bezatamiz. Sevadigan limon suvlari va issiqqina vishnyoviy choylarini tayyorlab qo'ydim. Kulminatsiya moment o'zimga sal-pal qarab olib, umida qilib olamiz. Ishoninglar, 2 kundan beri bo'yanmaganim, ash ko'zlarim yonib ketyapti-yu. Tez shu dvoykamni kiyib olib, stolimni oxirigacha bezatib oldim. Shamlarni yoqib, erjonimni kutib olishga ketdim. Oy-bay, har doimgidek pusto qo'l bilan kelmaydilar. Bobur aka ash xursand bo'lib ketdilar, meni nastroyeniyam ko'tarilganini ko'rib. Stolga esa vobshe qotib qoldilar. Xullas, shunaqa romantik ujinlarni ko'paytirish kerak. Kelasi safar Bobur aka qilib beradilar menga romantik ujinni. Eshitdingizmi? Ko'zlarimda begona uyqu